Assalomu alaykum. Ildizlar mavzusini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi formulasi. Ildizda a ni kvadrat kelsa, ichidan a chiqadi. Agar a 0 dan katta yoki teng bo'lsa. Ikkinchisi, ildizda a kvadratdan minus a chiqadi. Agar a 0 dan kichkina bo'lsa. Uchinchisi, ildizda a kvadratdan modulda a chiqadi. Mana nega hech qanaqa shart bermasa, ya'ni musbatligini aytmasa, manfiyligini aytmasa, modulda chiqadi. Modul degani masofa, ya'ni har doim musbat degani. To'rtinchisi, ildizda a ko'paygan b ko'paygan s bo'lsa, alohida a, alohida b, alohida s desa bo'ladi. Beshinchisi, a taqsim b bo'lsa, buni ham alohida a taqsim alohida b deb yozsa bo'ladi. Ya'ni bitta ildizga kelsa alohida yozsa bo'ladi, alohida kelsa bittaga yozsa bo'ladi. Bo'linmada ham bitta ildizga kelsa alohida yozsa bo'ladi, alohida kelsa bittaga yozsa bo'ladi. Oltinchisi, a ildizda b bo'lsa, mana a ildiziga nima bo'lib kiradi desa, kvadrat bo'lib kiradi. Demak, a ning kvadrati ko'paygan b bo'ladi. Chiqayotgan payti mana yerda 2 bor. Mana 2 bilan ildizni mahv ketadi, qisqarib ketadi, a chiqadi chiqsa. Yettinchisi, a ning kvadrati ildizda b bo'ladigan bo'lsa, a ning kvadrati buning ichiga a ning 4 bo'lib kiradi mana. A ning 4-darajasi ko'paygan b. Keyin 8-inchisi, masalan, minus a ning kubi ildizda b bo'lsa, mana minus tashqarida qoladi. Mana minus tashqarida qoldi. A ning kubi buning ichiga a ning 6 bo'lib kiradi. A ning 6si ko'paygan b. Endi shuni xulosa qilamiz mana. A ichiga nima kirdi? A ning kvadrati. Mana a ning kvadrati buning ichiga a ning 4, a ning kubi buning ichiga a ning 6 bo'lyapti, tashqarida minus qolyapti. Endi shunga dair bitta misol ko'rib chiqamiz. Masalan, ildizda 25 bo'lsa, 25 nimaning kvadrati? 5 kvadrati. Mana 5 kvadrati kvadrat bilan kelsa, demak javob 5 chiqadi. Masalan, 64 bo'lsa, 64 nimaning kvadrati? 8 kvadrati. Demak, 8 kvadrati bilan muqsarsa 8 chiqadi degan. Masalan, 400 bo'lsa, 400 nimaning kvadrati? 20 ning kvadrati, demak ichidan 20 chiqadi degani. Keyin bunisi. Masalan, minus 7 ning kvadrati bo'lsa debdi. Minus 7 ning kvadrati, mana kvadrat minus yutib yuboradi, 49, 49 dan 7 chiqadi bo'lsa, masalan, buni chiqishi minus 7 bo'lib chiqadi-da, barobar 7 bo'ladi deb aytadi mana formula. Yana minus 3 ning kvadrati bo'lsa, minus 3 bo'ladi-da, javob mana 3 chiqadi deyiladi. Ya'ni minus a degani o'sha. A manfiy son, shuning uchun oldiga minus qo'yganmiz. Nimaga desa, manfiy sonning oldiga minus qo'ysa, mana masalan, minus 3 manfiy son, o'shani oldiga minus qo'ysa, minusga minus plus bo'lib ketadi-da, 3 chiqadi. Keyingisi, hop. Bunga ildiz ichida masalan x minus 2 ning qavs kvadrati keladi. Ya'ni x kattami, 2 kattami bilmaymiz. Xo'p, bilmaganimiz uchun modulda chiqaramiz. Modulda x minus 2. Agar x katta bo'lsa, x birinchi chiqadi. 2 katta bo'lsa, 2 birinchi chiqadi. Hozir bilmaganimiz uchun modulga olib qo'ydik. Keyin yana Xo'p, x ayrilgan 8 ning kvadrati bo'lsa, bu ham xuddi shunday. X kattami, 8 kattami bilmaganimiz uchun modulda x minus 8 chiqaramiz. Keyingisi, ildiz ichida 3, 5, 7 bo'lsa, shuni alohida 3, alohida 5, alohida 7 deb yozsa bo'ladi. Keyin naborot, alohida kelsa bittaga yozsa bo'ladi. Masalan, alohida mana 2 bilan 3 kelsa, shuni bitta ildizga yozib 2 kere 3 6 deb yozib qo'ysa bo'ladi. Keyin bunisi bo'linganda ham mana alohida yozsak bo'ladi. Masalan, bizga 3 taqsim 7 kelsa, o'shani alohida 3 taqsim pastda alohida ildizda 7 deb yozsa bo'ladi. Yoki naborot, alohida kelgan bo'lsa, mana 2 taqsim masalan 72 kelgan bo'lsa, o'shani bitta ildizga mana bitta ildizga yozib 2 taqsim 72 deb yozsa bo'ladi. Keyin masalan 2 bilan 72 qisqaradi. 2 bilan 72 qisqarsa 2 ga bo'laversak 1 taqsim 36. Keyin 1 taqsim 36 dan 1 taqsim 6 chiqadi. Keyin 6-inchisi a b bo'lsa, demak ichiga masalan 2 ildizasi 3 bo'lsa, mana 2 ildiziga kirmoqchi bo'lsa, 2 ning kvadrati bo'lib kiradi. 2 ning kvadrati bo'lsa, mana 2 ning kvadrati ko'paygan 3. Bu degani ildizasida 12. Yana 3 ildizasi 3 bo'ladigan bo'lsa, 3 buning ichiga kirmoqchi bo'lsa, 3 ning kvadrati ko'paygan 3 bo'ladi. Ya'ni kvadrat bo'lib kiradi. Chiqmoqchi bo'lsa, mana kvadrat bilan ildiz qisqaradi, 2 chiqadi. Mana ham chiqmoqchi bo'lsa, kvadrat bilan ildiz qisqaradi, bu chiqadi, 3 chiqadi. Xo'p, buni hisoblab qo'ysa 27 bo'lyapti. Demak, ildizasida 27. Keyingisi a kvadrat bo'ladigan bo'lsa, mana 2 ning kvadrati, mana ichida 3 bo'ladigan bo'lsa, 2 ning kvadrati nima kiradi buni ichiga desa, 2 ning 4 bo'lib kiradi. 2 ning 4 ko'paygan 3. Chiqmoqchi bo'lsa, mana 4, mana yerda 2 bor yozilmaydi. O'sha 2 bilan qisqaradi. Bu kvadrat ildiz deyiladi. Kvadrat ildiz deyilishiga sabab mana yerda 2 bor. O'sha 4 bilan 2 qisqaradida mana 2 ning kvadrati chiqadi tashqariga. Keyin 3 kvadrat ichida 7 bo'lsa, ildizda 3 kvadrat nima kiradi? 3 ning 4 ko'paygan 7 bo'ladi. Chiqmoqchi bo'lsa 4 bilan ildiz qisqaradida 2 chiqarmaydi. Keyin bunisiga misol.
Masalan, minus 3 ning kubi ildizda 5 bo'lsa, mana minus tashqarida qoladi. Minus ildizga kirolmaydi. 3 kubi ichiga 3 ning 6si bo'lib kiradi. Ko'paygan 5. Endi 3 ta 6si chiqmoqchi bo'lsa, mana 6, mana 2. 6 ni 2 ga bo'lamiz, bu yerda 3 bo'lib chiqadi. Yana minus 2 ildizda 7 bo'ladigan bo'lsa, mana minus tashqarida qoladi. Mana 2 buning ichiga nima bo'lib kiradi desak, mana 2 ning kubi deylik buni. 2 ning kubi ichiga 2 ning 6 bo'lib kiradi, ko'paygan 7. Tashqariga chiqmoqchi bo'lsa, mana 6, mana 2 qisqaradi. 6 ni 2 ga bo'ladi, mana 2 ning 3i bo'lib chiqadi darajaga. Xo'p, endi mana shunaqa formula. Endi 9-inchisi hammasini birdek yozamiz mana. Birinchi 3 ta shart bor edi, mana 3 ta shartni o'shani yozaman mana. Ilzosda a kvadrat, b kvadrat, s kvadrat, yana bitta d kvadrat bo'lsa, masalan, kemanaga shart bersa, a noldan katta, b noldan kichkina, s noldan katta, d ni aytmayapti. D ni aytmasa, demak shuni xulosa qilamiz. A kvadrat, demak bizga aytgan a ni noldan katta degan. A ni noldan katta bo'lsa, a kvadratni mana aytganmiz. A kvadrat a noldan katta bo'lsa, nima chiqadi? A chiqadi mana. A ni o'zi. B noldan kichkina bo'lsa, minus p chiqadi. Hop, s noldan katta bo'lsa, s ni o'zi chiqadi. Ya'ni mana a noldan katta bo'lsa o'zi, noldan kichkina bo'lsa oldiga minus qo'yib aytamiz. Hech narsa demasa, mana d ni aytmagan. Demak, mana d dan nima chiqadi? Modulda d chiqadi aytmasa. Demak, shunda ixchamlab qo'ysak, minus oldiga chiqarursak, minus a b s modulda d bo'lyapti oxirgi javobi. Endi irratsionallikdan qutqarishni ko'ramiz. Masalan, 1 taqsim ilzosi 2 berilsa, tepani ilzosi 2 ga, pastdagi ilzosi 2 ni ko'paytiramiz ilzosi 2 ga, ya'ni o'zidan ko'paytirishimiz kerak. Shunda tepa ilzosi 2 bo'ladi. Bu 2 ga 2 4 bo'ladi, 4 dan 2 chiqadi. Keyin 1 taqsim ilzosi 3 berilsa, o'shanday tepaga ilzosi 3, mahrajga yana ilzosi 3. Shunda tepa ilzosi 3 taqsim 3 mana mahraj ildizdan qutulyapti mana. Mahrajni irratsionallikdan qutqarish bo'lyapti mana. Ildizda bo'lsa irratsional son bo'lyapti bu. Keyin ildizdan qutulyapsiz mana 2 chiqyapti. Endi bu ratsional son bo'lyapti. Yana ilzosi 2 taqsim ilzosi 5 bo'ladigan bo'lsa, ilzosi 2 ni ko'paytiramiz ilzosi 5 ga. Ilzosi 5 ko'paytiramiz ilzosi 5 ga. Bundan kelib chiqadi. Tepa ilzosida 10, mahraji 5 bo'lib chiqadi. Ya'ni ildizdan qutulyapti. Yana 2 ilzosi 3 taqsim 3 ilzosi 7 keladigan bo'lsa, demak 2 ilzosi 3 ni ko'paytiramiz ilzosi 7 ga, mahrajda 3 ilzosi 7 ni ko'paytiramiz ilzosi 7 ga. Ya'ni bizga mahrajdagi son muhim mana. Mahrajdagi ilzosi 7 dan ko'paytirdik tepa pastga. Nega desa bu ikkalasi 7 ni beradi, ya'ni 49 bo'ladi, 49 dan 7 chiqadi. Demak, tepani hisoblab qo'yamiz. 2 turaveradi, 3 kere 7 21. Demak, 2 ilzosida 21 bo'ladi. Taqsim mahraji bu 3 kere 7 bo'ladi. 3 kere 7 21. Keyin 5 ilzosi 2 taqsim 8 ilzosi 3 bo'lsa, demak, tepada 5 ilzosi 2 ni ko'paytiramiz ilzosi 3 ga. Pastda 8 ilzosi 3 ni ko'paytiramiz ilzosi 3 ga. Demak, buni hisoblasak 5 2 kere 3 5 ilzosi 6 taqsim pastda bunga bu 8 kere 3 ko'paytirsak 24 bo'lyapti. Ya'ni mana shu tartibda irratsionallikni qutqarib ketaveramiz bittalik bo'lsa. Yana ilzosi 7 taqsim 5 ilzosida 13 bo'ladigan bo'lsa, demak ilzosi 7 ni ko'paytiramiz ilzosida 13 ga. Pastda 5 ilzosida 13 ni ko'paytiramiz ilzosida 13 ga. Bunga buni ko'paytiradigan bo'lsak 91, bunga buni ko'paytiradigan bo'lsak 5 kere 13 bo'ladi. 5 kere 13imiz 65 bo'ladi. Endi bu bittaliklar. Endi ikkitalik kelib qolsa, ikkitalik. Masalan, plyuslik minuslik keladi. Masalan, 1 taqsim ilzosida 5 qo'shilgan ilzosi 2 kelsa, tepa pastga minus 2 beramiz. Ya'ni tepaga ilzosida 5 minus ilzosi 2. Pastga ilzosida 5 minus ilzosi 2 o'zi bor edi. Endi ilzosida 5 minus ilzosi 2 dan beramiz. Endi mana bunaqa formulamiz bor mana. A ga b ni qo'shsak, a dan b ni ayirsak, o'rtasida ko'paytiruv bor. O'sha nimaga teng? A ning kvadrati ayrilgan b ning kvadrati. O'shanga teng. O'sha formula bo'yicha mana bir marta qo'shilgan, bir marta ayrilgan, mana bir marta qo'shilgan, bir marta ayrilgan. Demak, buning kvadratini nima qilishimiz kerak? Ayirishimiz kerak. Demak, tepa ilzosida 5 minus ilzosi 2 turaveradi, taqsim pastda. Buning kvadrati 5, buning kvadrati 2. 5 ni 2 dan ayiradigan bo'lsak, 3 deb yozib qo'yamiz mana. Mahraj ildizdan qutuldi, ya'ni mahrajni irratsionallikdan qutqardik. Endi plyus bo'lsa, minusdan ko'paytirdik. Endi minus bo'lsa, plyusdan ko'paytiramiz. Masalan, 1 taqsim ilzosi 7 minus ilzosi 3 bo'ladigan bo'lsa, demak, tepaga ilzosi 7 qo'shilgan ilzosi 3 taqsim pastda. Ilzosi 7 minus ilzosi 3, keyin yana ilzosi 7 qo'shib ilzosi 3 dan ko'paytiramiz. Tepa pastga plyusligini ko'paytirdim. Endi tepa ilzosi 7 qo'shib ilzosi 3 turaveradi, taqsim pastda bir qo'shib rejga tushadi. Ya'ni buning kvadratini ayirishimiz kerak. Demak, buning kvadrati 7, buning kvadrati 3. 7 ni 3 ayirsak 4 bo'lyapti. Xo'p, keyin yana
ilzosi 2 taqsim ilzosi 11 ayrilgan ilzosi 7 bo'lsa, yana minus bo'lyapti. Minus bo'lsa plyusni beramiz. Ilzosi 2 ni ko'paytiramiz. Ilzosi 11 plus ilzosi 7 ga. Taqsim mahrajda ilzosi 11 ayrilgan ilzosi 7 bor. Yana ko'paytiramiz. Ilzosi 11 plus ilzosi 7 ga. Yana buni hisoblasak 2 ta 11 bo'lyapti. 2 ta 11imiz mana 22 bo'ladi. Keyin 2 ta 7imiz 14 bo'ladi. Taqsim mahrajda bu bir qo'shib berishga tushyapti. Buni kvadrati 11, buni kvadrati 7. 11 ni 7 ni ayiradigan bo'lsak, mana 4 bo'lyapti mahraji. Endi 2 ilzosi 3 taqsim ilzosida 5 qo'shilgan ilzosida 7 bo'ladigan bo'lsa, masalan 2 ilzosi 3 turaveradi, ko'paytiramiz. Ilzosida 5 ayrilgan ilzosida 7 dan. Xo'p, mahrajiga ilzosida 5 qo'shilgan ilzosida 7 turaveradi. Ko'paytiramiz yana ilzosi 5 ayrilgan ilzosida 7 dan. Endi tepani ixchamlab qo'yamiz. Mana ilzosi 3 ga ilzosi 5 ko'paytiradi. 2 ilzosida 15 bo'ladi. Buni ko'paytirsa, buni ko'paytirsa minus 2 ilzosida 21 bo'ladi. Keyin taqsim mahrajda bu ikkalasi bir qo'shib berishga tushadi. Buning kvadrati nima? 5, buning kvadrati nima? 7. Demak, 5 dan ayiramiz 7 ni. Xo'p, buning kvadrati 5, buning kvadrati 7 bo'ldi. 5 dan ayirib 7 ni, ya'ni minus 2 chiqdi. Minus 2 lar tepada 2 lar bilan nima qilib ketadi? Qisqarib ketadi desak bo'ladi. Ya'ni tepadan 2 ni chiqarsak, mana tepadan 2 ni chiqardim. Ilzosida 15 bu. Keyin minus ilzosida 21. Pastda mana 2, keyin minusini kasr oldiga chiqarib qo'ydim mana. Minus 2 bo'lyapti. 2 lar nima qilib ketdi? Mana qisqarib ketdi. Keyin minus bunga ta'sir qilsa, ikki joy almashadi. Ilzosida 21 ayrilgan ilzosida 15 bo'lyapti oxirgi javob. Endi buni boshidan mana 7 bilan 5 joyini almashtirib yozsak ham bo'lardi. Endi manfiyni ham hisob kitobda o'rganib qo'ydik. Endi qoida bir xil bo'lyapti. Plus bo'lsa minusdan beramiz ekan, minus bo'lsa plusligidan beramiz ekan. Minus bo'lsa plusdan, plus bo'lsa minusdan. Sabab mana plusi bor degani, demak formula qilishimiz uchun, mana formulaga keltirishimiz uchun, demak minusligini berishimiz kerak. Agar bizda minusligi bo'ladigan bo'lsa, plusligidan berishimiz kerak. Hamma misol o'sha qoidadan kelib chiqaveradi. Davom etamiz. Bizga mana 2 minus ilzosi 3 taqsim 2 plus ilzosi 3 berilsa, tepaga mana mahraj plus bo'lgani uchun minusligini beramiz. 2 minus ilzosi 3 yana ko'paytiramiz 2 minus ilzosi 3 dan. Mahraji mana 2 plus ilzosi 3 ko'paytiramiz 2 minus ilzosi 3 bo'ladi. Endi mahraji bir qo'shib berishga tushyapti. Ya'ni buning kvadrati 4, mana 4, 2 ning kvadrati ayrilgan buning kvadrati 3, 4 dan 3 dan ayiramiz. Bo'lyapti tepa 2 minus ilzosi 3 ning qavs kvadrati bo'lyapti. Endi qavs kvadrati formula bo'yicha yoyib chiqadigan bo'lsak, 2 ning kvadrati ayrilgan 2, a ni joyida 2, b ni joyida ilzosi 3 plus ilzosi 3 ning kvadrati taqsim mahrajda 1 bo'ladi mana. 1 yosh shart emas, bo'lib o'rsak ketadi. Endi bu formula mana bo'yicha bo'lyapti. A kvadrat minus 2ab plus b kvadrat. Ya'ni qisqa ko'paytirish formulasi bo'yicha bo'lyapti. Ya'ni mana bu a kvadrat plus 2ab plus b kvadrat formula bo'yicha ochildi mana bu. Endi buni hisoblasak 4, bu 3, ikkalasi 7 ayrilgan 2 2 4. Demak 4 ilzosi 3 mana oxirgi javob bo'lyapti. Bu plus bo'lsa minusligidan berdik yana. Yana shunga o'xshagan yozaman. 3 plus ilzosi 7 taqsim mahrajida 3 minus ilzosi 7 bo'ladigan bo'lsa, hop, buni topish uchun mana minus bo'lsa plusligidan beramiz. Plusligidan bersak tepa nima bo'ladi? 3 plus ilzosi 7 ning kvadrati bo'ladi. Mahraji mana 3 minus ilzosi 7. 3 plus ilzosi 7 bo'ladi. Endi buni hisoblasak tepasi formula bo'yicha 3 ning kvadrati plus 2 ko'paygan 3 ko'paygan ilzosi 7 plus ilzosi 7 ning kvadrati taqsim mana bir qo'shib berishga tushadi. Ya'ni 3 ning kvadratidan ayiramiz ilzosi 7 ning kvadrati 7 ni. Endi buni tepani hisoblaydigan bo'lsak 3 ning kvadrati 9, buning kvadrati 7. 9 ga 7 ni qo'shsak 16. 16 qo'shilgan 16 qo'shsak 2 3 6. 6 ilzosida 7 bo'lyapti. Keyin taqsim pastda 3 kvadrati 9, bu 7 ayirdik 2. Keyin alohida bo'laversam 16 ni 2 ga bo'laversam 8 plus 6 ni 2 ga bo'lsam 3 ilzosida 7 bo'lyapti. Demak, mana chiqyapti oxirgi ifoda. Xo'sh, va hokazo shunday ketaveramiz. Yana o'sha gap, plus bo'lsa minusdan, minus bo'lsa plusligidan berib hisoblab ketaveramiz. Chunki mana formulaga tushadi mana. Bir marta ayrilgan, bir marta qo'shilgan degan formulaga tushishi kerak bizga. Endi uchtaligini ko'ramiz. Uchtalik. Masalan, bizga 1 taqsim ilzosida 3 qo'shilgan ilzosida 2 qo'shilgan 1 kelsa, masalan, o'shani ishlaymiz uni barobar. Demak, bu mana bitta, buni bitta deb olamiz. Xo'p, bu o'rtasi plus bo'lyapti. Demak, tepaga ilzosida 3 ayrilgan
ilzosi 2 plus 1 dan beramiz. Taqsim mahraji mana. Ilzosi 3 qo'shilgan ilzosi 2 qo'shib 1. Bu bitta bo'lyapti mana. Keyin yana ilzosi 3 ayrilgan ilzosi 2 plus 1 mana. Bunisi bitta bo'lyapti. Mana nima qavsga qo'ysam bo'ladi mana. Endi nima ish bo'ldi? O'rta plus ekan, mana o'rta plus ekan, tepa pastga minusligini berdik. Endi tepa o'stiraveradi. 3 ilzosi 3 mana minus ilzosi 2 minus 1. Qavs ochib minus ta'sir qildi. Bu ikkalasi bir qo'shib bir ayirishga tushgani uchun ilzosi 3 ning kvadratidan ayiramiz. Ilzosi 2 plus 1 ning kvadratini. Buni hisoblaydigan bo'lsak, ilzosi 3 minus ilzosi 2 minus 1 bo'lyapti. Taqsim pastda. Hop, buning kvadrati 3, mana buning kvadrati 3 ayrilgan va ilzosi 2 plus 1 ning kvadrati. Buni formulasi ilzosi 2 ning kvadrati plus 2 ko'paygan ilzosi 2 ko'paygan 1 plus 1 ning kvadrati bo'lyapti. Endi buni hisoblasak, ilzosi 3 minus ilzosi 2 minus 1 turibdi joyida. Taqsim buni hisoblaymiz. Buni kvadrati 2, buniki 1. Qo'shsak 3 bilan 3 mahv ketdi, bizda qisqarib ketdi. Mana minus bunga ta'sir qilsa minus 2 ilzosi 2 bo'lyapti. Endi minus 2 ilzosi 2 bo'ldi bu. Mana 3 bilan qisqarib ketdi. Endi tepa pastga ilzosi 2 ni ko'paytiramiz. Demak, tepaga ilzosi 2 ni ko'paytiraveraman. Ilzosi 3 minus ilzosi 2 minus 1 ga ko'paytiraman. Ilzosi 2 ni taqsim mahrajdan minus 2 ilzosi 2 ga ko'paytiraman ilzosi 2 ni. Barobar. Buni hisoblaydigan bo'lsak, barobar. Bittalab ko'paytirib chiqaman. 3 kere 2 bo'lyapti. Ilzosida 6 bo'lyapti. Keyingisi 2 kere 2 bo'lyapti. Minus 2 bo'lyapti. Keyingisi minus ilzosida 2 bo'lyapti. Taqsim mahrajida minus 4 bo'lyapti. O'shani 4 deb yozaman. Mana ilzos 2, ilzos 2 2 ni beradi. Mana 2 bilan 4. Keyin minusini mana oldiga chiqarib qo'yamiz. Bo'ldi mana. Mahraj ildizidan qutuldi mana. Mahraj ildiz edi. Mahrajda nima paydo bo'ldi? 4. Ya'ni mahrajni irratsionallikdan qutqardik. Oxirida 4 bu ratsional bo'ldi. Davom etamiz. Bizga masalan 2 ilzosida 5 ayrilgan 3 ilzosida 2 ni mana kvadrat ko'tarish berilsa, buni formulasi mana a minus b ni kvadrat, ya'ni a kvadrat minus 2ab plus b kvadrat bo'yicha ko'taramiz mana. Demak, birinchisi 2 ilzosida 5 ning kvadrat bo'ladi. Minus 2 a ni joyiga 2 ilzosida 5, b ni joyiga 3 ilzosida 2, keyin plus 3 ilzosida 2 ning kvadrati mana. Formula bo'yicha bo'lyapti. Formula bo'yicha mana a ning kvadrati minus 2, mana birinchisi a, keyingisi b, keyingisi b ning kvadrati. Endi buni bittalab kvadrat ko'tarib chiqamiz. 2 ning kvadrati 4, ilzosida 5 ning kvadrati 5. Demak, bu 4 kere 5 bo'ldi mana o'zi. Keyin buni hisoblaymiz. 2 kere 2 4, 4 kere 3 12, 5 kere 2 10. Demak, 12 ilzosida 10 bo'lyapti. Minus 12 ilzosida 10. Keyin bunisi 3 kvadrati 9. Bu 2. Endi hisoblab qo'yamiz shuni. 4 kere 5 20. Bu ikkalasi 18. Qo'shsak 38 bo'lyapti. 38 minus 12 ilzosida 10 bo'lyapti. Javob. Keyin hop, plusligidan ko'radigan bo'lsak, masalan 3 ilzosida 2 qo'shilgan 5 ilzosida 3. O'shaning qavs kvadrati bo'ladigan bo'lsa, demak bu 3 ilzosida 2 ning qavs kvadrati qo'shilgan 2 ko'paygan 3 ilzosida 2 ko'paygan 5 ilzosida 3 qo'shilgan 5 ilzosida 3 ning qavs kvadrati. Mana. Xo'p, buni ishlaydigan bo'lsak, 3 kvadrati 2 ning kvadrati deb yozib olamiz. Ya'ni birato'liq hisobga beramiz. 3 kvadrati 9, buning kvadrati 2. Hisoblasa 9 kere 2 18. Bunisi 2 kere 3 6, 6 kere 5 30. Demak, minus 30 bo'lyapti. Keyin ilzos 2, ilzos 3, ilzosida 6 bo'lyapti. Keyin bu 5 kvadrati 25, buning kvadrati 3. 25 kere 3 75 mana. Plus 75 bo'lyapti. Endi ixchamlab qo'yadigan bo'lsak, 18 ga 75 ni qo'shamiz. Demak, 93 bo'lyapti. 93. Xo'p, ayrilgan 30 ilzosida 6 bo'lyapti. Ya'ni shunaqa ishlandi. Endi boya plus minuslikdan, yana mana shunaqa oltita sonlari bordan ishlaydigan bo'lsak, masalan bizga 5 ilzosida 7 ayrilgan 2 ilzosida hop 5 taqsim pastda 3 ilzosida 6 qo'shilgan 5 ilzosida 5 kelsa, masalan, misol shunaqa kelsa. Hop, qaraymiz. Past plus bo'lsa tepaga minusligidan berishimiz kerak. Demak, 5 ilzosida 7 turaveradi. Minus 2 ilzosida 5. Bunga ko'paytiramiz. 3 ilzosida 6 ayrilgan 5 ilzosida 5 dan. Mahrajda o'zi
3 ilzosi 6 plus 5 ilzosi 5 bor. Bunga ko'paytiramiz, yana 3 ilzosi 6 minus 5 ilzosi 5 ya'ni minusidan tepaga ham pastga ko'paytirdik. Mana ikkalasi hisob qilsa mana uni beradi degan. Endi tepani bitta ko'paytirib chiqamiz. Xo'p, 5 kira 3 15 7 kira 6 42. Demak 15 ilzosi 42 bo'ladi. Keyin 5 kira 5 25 minus 25 bo'lyapti. Keyin 7 kira 5 35. Keyingisi 2 kira 3 6 minus 6 ilzosida 30 bo'ladi. Mana 5 kira 6. Keyingisi minus 2 minus 5 plus 10 bo'ladi. Mana minus 2 minus 5 10. Ilzosi 5 ilzosi 5 5 bo'ladi. Keyin taqsim mahraji, ya'ni 3 ilzosida 6 ni kvadratidan ayiramiz. 5 ilzosida 5 ning kvadratini. Endi buni hisoblaydigan bo'lsak, xo'p. Bu yerda o'xshash yo'q, bu 42, bu 35, bu 30. Ya'ni hamma shunday turaveradi. Chunki ixchamlanadigan yo'q, bir xil yo'q, demak. 15 ilzosi 42 joyida turibdi. Keyin minus 25 ilzosi 35 bu ham joyida turibdi mana. Keyingisi minus 6 ilzosi 30. Bu ham joyida turibdi, bunisi plus 50. Ya'ni qaytarib yozib qo'ydik, taqsim mahrajini hisoblaymiz. Buni kvadrati 3 kvadrati bo'lyapti. 3 kvadrati 9 bo'lyapti mana. 3 kvadrat 9 bo'lsa, demak buni hisoblaydigan bo'lsak necha chiqyapti? 9 kira 6 bo'lyapti-da. 9 kira 6 74. Ayiramiz. Buni hisoblaydigan bo'lsak 5 kvadrat 25, buni kvadrat 5. Demak 125 kira 5 125 bo'lyapti. Demak, shunda bu 54, bu 125 bo'ldi. Endi buni ayirib qo'yamiz. Demak, ayiradigan bo'lsak, kattasidan kichkinasini ayirib, kattasining ishorasini qo'yamiz. Masalan, 50 ta ayiradigan bo'lsak, mana da 75 qoladi. Mana bunda 75. Xo'p, yana 4 ham ayirib qo'yamiz. Shunda 71 bo'lyapti. Minus 71 bo'lyapti javob mana. 71 deb yozaman-da, minusini oldiga chiqarib qo'yaman. Ya'ni mana mahraj irratsionallikdan qutqarildi. Va hokazo. Endi, masalan, kubga ko'tarishlar so'rab qolish mumkin. Masalan, 2 ilzosi 3 ning mana kubi nima desa, bu har biri kubga ko'tariladi. 2 ning kubi, ilzosi 3 ning ham kubi. Shunda 2 ning kubi nima? 8, ilzosi kubi nima? Ilzosida 27 deyiladi. Shunda 8 turaveradi. Ilzosida 27 nima desa bo'ladi? 9 kira 3 desa bo'ladi. 9 dan nima chiqadi? 3 chiqadi. Demak, 8 ko'paygan 3, mana ilzosi 3 bo'ladi. 8 kira 3 keyin mana 24 ilzosi 3 ligiga kelib chiqadi. Yana masalan 2 ilzosida 2 ni 5-darajasini so'rasa masalan. Shunda nima bo'ladi bu? 2 ni 5i, ilzosi 2 ning 5i, 2 ni 5i degani 32, ilzosida yana 2 ni 5i yana 32. Endi buni ishlasa mana 32 turaveradi. 32 ni 16 kira 2 deymiz mana. 16 kira 2 desak 16 dan nima chiqadi? 4 chiqadi. Demak 32 ko'paygan 4 ilzosi 2 bo'lyapti bu. Endi hop, 32 kira 4 hisoblasak 128. 128 ilzosi 2 kelib chiqib ketgan bo'ladi. Ya'ni mana shunaqa ilzdan chiqarishimiz bor.